yomg'ir yog'ganda bir holat esga tushadi. Bir onaxon chamasi bir o'g'illari 40-45 atrofida olamdan o'tgan edi. Yomg'ir yog'ayotgan paytda ozgina salafan olib kelib bo'ri ustini yopibdilar. Onaxon nima qilyapsan? Bolam loyga botmasin, bolamni oppoq kafan loy bo'lmasin deb ustini salafan bilan yopib qo'yganman deydi. Endi ona shu farzandi o'lgandan keyin ham usti boshini o'ylayapti-da. Bunday olib qarasangiz, bolam loyga botmasin, qora turpoq bo'lmasin deyaptilar. Endi hozirgi kunda bunga ahamiyat beringlar-da. Onasi tirik bo'lib turib esdan chiqarib yuborib yoki uni gapiga uf deganlar qancha? Yoki u olamdan o'tgandan keyin bir hafta 10 kunda esdan chiqarib yuborganlar qancha? Endi bilaylikki, biz necha yosh bo'lishimiz uchun bo'lgan taqdirimizda ham onamiz uchun bolamiz. Ona to qabrga kirmaguncha o'lgan farzandini haqqiga duo qilib o'tuvchi anaqa. Shuni bilaylik, onamizdan boshqa hech kim bizani bunchalik eslab bir duo qilib, duoy xayr qilmaydi yoki o'ligimiz tepasida bunchalik qayg'urmaydi. Shuning uchun bilaylik, otalar ichiga yutgani bilan ona astoydil duo qilib, haqqingizga duo qilib, shu qabrda tinch yotishingizni ham so'rab chiqargan onalarimiz bo'ladi. Tirikligimizda ham holimizdan xabar olib duo qiluvchi onamiz bo'ladi. Shuning uchun tirikligida ham qadriga yetaylik. O'lgandan keyin ham esdan chiqarmaylik. Chunki bu onalarimizni biz ja borsa, ularning nabiralari esga oladi, undan keyin hech kim esga olmaydi. Shu sababdan o'zingiz bir xulosa qilinglar.